erlarning faxrlandigini uning necha ayol bilan yurganligida emas, balki bir qizga umrlik baxt ato qila olishidir. Vay? Yaxshimisiz, Ömermi? Men shu, men izlaydigan bir ishingiz bormi edi? Chiqa olamsiz? Men ishigingizning oldida. Chiqib kiring, sizga ishonaman. Ma'qul, saqlab turing, men hozir tushay. Qani, gapingiz bo'z, tezroqdan. Xoliroq oshxona yoki choyxonaga berib paranglashaylikmi? Qani, mashinaga chiqing. Nima gapingiz bor edi? Tezroqdan. Kashib ketdi. Avval usuli qichaylang. Men ajrashib ketdim. Nima? Eringiz sizni yaxshi ko'ratdi-ku. Nima ishga ajrashib ketdinglar? Uni siz boshqa birini tepib oldi. Shunga amal yo'q ajrashib ketdim. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Siz texi yoshku. Kelgusi kunlaringiz texmi go'zal. Mendan nafratlanamsiz. Burunqi ishlar o'tib ketdi. Sizdan qandoqmi nafratlanay? Rostmi? Albatta rosta. Sizga yolg'on aytib nima qilay? Undaqda meni hozirmi yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Undaqda biz to'y qilaylikchi. Cho'qimlarga qattiq ayol bo'laman. Kechiring. Men unda qilmayman. Hozir ayolim bor. Men to'y qilib bo'ldim. Nima? Siz qachon to'y qildingiz? Ajab, mening xabarim yo'q-ku. Deb kelsam, gap uzun. Bo'ldilar, gapingizni tezroqdan. Ayolim qorong'udan qo'rqdi. Mening sizga eg'iz aytishim osonga to'xtamadi. Shundaqdimi bo'lmaydi. Nima ishqa? Chunki men degan bir mas'uliyatchan er. Bir odamni yaxshi ko'rishning uncha oson emasligini, ham ayrilgandan keyingi azobning qanchalik og'ir bo'lganligini bilaman. Shunga men ayolimdan ayrilolmayman. U mening hayotimdagi birdan-bir tanlagan ayolim. Mayli nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, men uningdan ayrilsam, yolg'on gap qilsam, xoinlik qilsam bo'lmaydi. Shunga men uning yanida turishim kerak. U meni so'ydi. U bek sodda, oq ko'ngil. U nimali ish qilsin, avval meni o'ylaydi. Bugun siz bilan ko'rishishimga u ruxsat qilgan. Uningga yuz kelmaydigan ish qilmaydiganligimga u ishonadi. Ana shunday ayolim bo'lgan ekan, shunga uningdan ayrilmayman. Tushundingizmi? Tushundim. Undaqda biz do'st bo'lib qolaylikchi. Uningga bo'lmaydi. Men ayolimdan boshqa bir ayol kishiga ehtiyojli emas. Nemishqa, siz hozirmi meni yaxshi ko'rdi ekansiz-ku?
Men ayolimdan boshqa biror ayol bilan bozorga chiqishga, tomoq yeb, uchrashishga chiqishga vaqtim yo'q. Ayolim qiz vaqtida o'z uyida malikalardek bir qiz edi. Men bilan to'y qilgandan keyin uyda qilmagan ishlarni qildi. Olimdan yaxshi xabar oldi. Men uchun nurg'un badallarni to'ladi. Men bir erkak turib, ayolimni qadrlashni bilmasam, ayolimni kim qadrlaydi? Hey, bolalar, men qaytay. Ey er, ayolingizni qadrlang. Uni qo'dang ham uningga mehnatsiz muhabbat ato qiling. U boshqalarning oldida o'ng'aysiz ahvolga tushib qolmasin. Shuni cho'nqur umid qilamizki, er ayollar bir-biringlarni hurmatlanglar, izzatlanglar. Turmush ishini birdamlik hissiyot ustiga qurmanglar.